Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan shuni gaplashmoqchimanki, menimcha har biringiz, ayniqsa 40 yoshdan 65 yoshgacha va undan kattalar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni sizga yetkazmoqchiman. Hozir aytadiganlarim nafaqat sizni qiziqtiradi, balki may oyidan boshlab hayotingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang. Bu shunchaki bir xabar emas. Bu sizning kelajagingizga, farovonligingizga to'g'ridan-to'g'ri daxldor bo'lgan o'zgarishlar haqida ogohlantirishdir. Bu ma'lumotni bilish nafaqat moliyaviy barqarorligingizni saqlab qolishga yordam beradi, balki ba'zi ko'ngilsiz vaziyatlarning oldini olishga ham xizmat qiladi. Bunday muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu kanalimiz rivoji uchun juda muhim va bizni yanada ko'proq foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishga undaydi. Demak, boshladik. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, oldin vaziyat qanday bo'lganini va may oyidan boshlab nima tubdan o'zgarayotganini tushuntirib beray. O'tmishda mamlakatimizda nafaqa va ijtimoiy yordam olish mexanizmlari biroz soddaroq edi. Ayniqsa norasmiy bandlik bilan shug'ullanuvchi yoki rasmiy ish tajribasida uzilishlar bo'lgan fuqarolar uchun. Ko'pchilik uchun ish stajini hisoblashda ba'zi imtiyozlar, masalan, bolalar parvarishi davri, oliy ta'lim davri yoki hatto ayrim norasmiy faoliyat turlari ma'lum bir mezonlar asosida hisobga olinishi mumkin edi. Bu odamlar yoshi ulg'ayganda pensiya olish huquqiga ega bo'lish uchun ma'lum bir boshliqlarni to'ldirishga imkon berardi. Masalan, dehqon xo'jaliklarida ishlaganlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki uy bekalari ham ma'lum sharoitlarda staj hisoblashda yengilliklarga ega bo'lishi mumkin edi. Bu esa ularga minimal pensiya kafolatini ta'minlashga yordam berardi. Ushbu tizim fuqarolarning keng qatlamini ijtimoiy himoya qilishga qaratilgan edi, biroq u uzoq muddatda davlat byudjetiga katta yuk bo'lib tushdi va pensiya tizimining barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Endi esa may oyidan boshlab pensiya va ijtimoiy nafaqalarni hisoblash, ayniqsa ish stajini tasdiqlash va ijtimoiy badallarni hisobga olish tartibida jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi. Eng asosiy o'zgarish shundan iboratki, endilikda faqat rasmiy ravishda qayd etilgan ijtimoiy sug'urta badallari muntazam to'lab borilgan ish staji to'liq hajmda hisobga olinadi. Norasmiy ish tajribasini tasdiqlash yoki uni pensiya stajiga kiritish imkoniyatlari keskin cheklanadi, hatto butunlay bekor qilinadi. Bu degani, agar siz so'nggi yillarda norasmiy ish bilan shug'ullangan bo'lsangiz yoki ish beruvchingiz siz uchun ijtimoiy badallarni to'liq hajmda o'tkazmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya stajingizga kiritilmasligi yoki juda minimal darajada hisobga olinishi mumkin. Bundan tashqari, pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi koeffitsentlari va badallarni indeksatsiyalash tartibiga ham o'zgartirishlar kiritilishi kutilmoqda. Bu esa kelajakda olinadigan pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi mehnat bozorini rasmiylashtirish, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ammo shu bilan birga pensiya tizimining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashdir. Biroq bu o'zgarishlar oldingi tizimga tayanib yashagan ko'plab insonlar uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, 40-65 yosh oralig'idagi va undan kattalar uchun bu juda yomon yangilik. Chunki ular endi yoshlikda qilingan xatolarni tuzatish uchun juda kam vaqtga ega. Bu nafaqat ularning moddiy ahvoliga, balki ruhiy holatiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Keling, endi bu o'zgarishlar kimlarga ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik va sizning vaziyatingiz qaysi toifaga kirishini aniqlashtiraylik. Bu borada har bir detal juda muhim. Kimlar xavotir olish kerak? 1. Norasmiy ish stajiga ega bo'lganlar yoki umuman ish stajiga ega bo'lmaganlar. Agar siz o'zingizning mehnat faoliyatingizning katta qismini norasmiy sektorda o'tkazgan bo'lsangiz, ya'ni mehnat daftarchangizda taydlar bo'lmasa yoki ish beruvchingiz siz uchun ijtimoiy badallarni muntazam to'lamagan bo'lsa, siz eng katta xavf guruhiga kirasiz. May oyidan boshlab bunday stajni tasdiqlash deyarli imkonsiz bo'ladi. Misol, Farida opa 55 yoshda. 20 yil davomida bozorlarda sotuvchi bo'lib ishlagan. Uning faqat oxirgi 5 yillik rasmiy staji bor. Bu davrda u rasmiy ishga joylashgan. Qolgan 20 yil davomida u norasmiy ish bilan shug'ullanib, hech qanday ijtimoiy badal to'lamagan. Oldingi tizimda agar u o'zining daromadini qandaydir tarzda tasdiqlay olganida, uning stajining bir qismi minimal pensiya hisoblash uchun hisobga olinishi mumkin edi.
yangi qoidalar bo'yicha uning faqat rasmiy 5 yillik staji hisobga olinadi. Bu esa unga to'liq pensiya olish huquqini bermaydi. Farida opa, bu holatda pensiya yoshiga yetganida nafaqat pensiya miqdori keskin kamayadi, balki ba'zi hollarda umuman pensiya ola olmay, faqatgina minimal ijtimoiy nafaqa olishiga to'g'ri kelishi mumkin. Farida opa kabi holatlarda agar rasmiy stajning umumiy muddati 7 yildan kam bo'lsa, u hatto davlat pensiyasini ham ola olmasligi ehtimoli bor. Masalan, uning 5 yillik staji bilan agar u oldingi qoidalar bo'yicha 1.5 million so'm pensiya olish kutilgan bo'lsa, hozirgi holatda bu miqdor 800 ming so'mdan oshmasligi yoki hatto faqat ijtimoiy nafaqa, masalan 600 ming so'm bilan cheklanishi mumkin. Bu uning hayot sifatiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. 2. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan shaxslar. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz va ijtimoiy badallarni muntazam to'lamagan bo'lsangiz yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, ammo to'lovlarda uzilishlar bo'lgan bo'lsa, bu sizga ham ta'sir qiladi. Endi har bir to'lanmagan oy yoki to'liq to'lanmagan badal stajingizdan olib tashlanishi mumkin. Misol, Azim aka 60 yoshda, so'nggi 10 yil davomida kichik do'kon ochib, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan. U ba'zi oylarda moliyaviy qiyinchiliklar tufayli ijtimoiy badallarni to'liq to'lamagan yoki umuman to'lamay qoldirgan. Oldingi tizimda agar u soliq deklaratsiyasini muntazam topshirgan bo'lsa, bu davrlar ham qisman stajiga qo'shilishi mumkin edi. Yangi qoidalar bo'yicha uning to'lovlaridagi uzilishlar tufayli uning 10 yillik tadbirkorlik faoliyatidan faqatgina 6-7 yillik staj hisobga olinishi mumkin. Bu esa uning umumiy stajini qisqartiradi va pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qiladi. Agar Azim aka oldin 2 million so'm pensiya olish kutilgan bo'lsa, endi bu miqdor 1.3-1.5 million so'mga tushib ketishi mumkin. Bu Azim aka kabi ko'plab tadbirkorlar uchun kutilmagan zarba bo'ladi. Chunki ular o'z xizmatlari yoki tovarlari bilan mamlakat iqtisodiyotiga hissa qo'shgan bo'lsalar ham, rasmiyatchilik sababli ko'ngilsiz holatga tushib qoladilar. 3. Ish stajida uzilishlar bo'lganlar. Agar sizning ish stajingizda bir necha yillik uzilishlar bo'lsa va bu davrda siz rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, bu davrlar ham endilikda hisobga olinmaydi. Bu ayniqsa ayollar uchun dolzarb bo'lib, ular bolalar parvarishi yoki boshqa oilaviy sabablar tufayli ishsiz qolishlari mumkin edi. Misol, Dilfuza opa 48 yoshda. U oliy ma'lumotga ega va 10 yil davomida rasmiy ishda ishlagan. Keyin 3 ta farzandini parvarish qilish uchun 12 yil ishlamagan. Oldingi tizimda ma'lum shartlar ostida bolalar parvarishi uchun ketgan davr stajga qo'shilishi mumkin edi. Yangi qoidalar bilan bu davrlar stajga qo'shilmasligi ehtimoli bor. Demak, uning umumiy pensiya staji faqatgina 10 yilni tashkil qiladi. Bu esa pensiya yoshiga yetganida unga to'liq pensiya olish huquqini bermasligi mumkin. Agar Dilfuza opa hozirgi holatda ishga qaytmasa va yana 10-15 yil rasmiy staj yig'masa, u pensiya yoshiga yetganida juda past pensiya yoki faqat ijtimoiy nafaqa olishga majbur bo'ladi. Masalan, agar u o'zining 10 yillik staji bilan ilgari 1.2 million so'm pensiya olishi mumkin bo'lsa, endi bu miqdor 700-800 ming so'mga tushib ketishi yoki umuman berilmasligi mumkin. Chunki minimal staj talabi ko'tarilgan. 4. Chetdan turib ishlaganlar. Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz va o'zbek pensiya tizimiga badal to'lamagan bo'lsangiz, bu davrlar endi O'zbekistondagi pensiya stajingizga hisoblanmaydi. Oldinroq ba'zi bir mamlakatlar bilan kelishuvlar doirasida bu masalada imkoniyatlar bo'lishi mumkin edi, ammo endi bu jarayonlar ancha murakkablashadi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? 1. Davlat sektorida yoki yirik korxonalarda doimiy rasmiy ishlaganlar. Agar siz umringizning katta qismini davlat tashkilotida yoki yirik xususiy korxonalarda rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlagan bo'lsangiz va ish beruvchingiz siz uchun barcha ijtimoiy badallarni muntazam va to'liq to'lab borgan bo'lsa, xavotir olmashingiz kerak. Sizning ish stajingiz va pensiya miqdorini hisoblashda sezilarli o'zgarishlar kutilmaydi. 2. Pensionerlar va nafaqaxo'rlar. Agar siz allaqachon pensiyada bo'lsangiz va pensiya to'lovi olyapsiz, bu o'zgarishlar sizga bevosita ta'sir qilmaydi. Sizning pensiyangiz qonunchilikda belgilangan tartibda indeksatsiyalanadi va to'lab boriladi. Biroq sizning yoshdagi farzandlaringiz yoki boshqa qarindoshlaringiz uchun bu ma'lumot muhim bo'lishi mumkin. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar.
Bu yerda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ba'zi bir istisnolar, qaltis jihatlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan noaniq nuanslar mavjud. Ular sizning vaziyatingizni yaxshilashga yordam berishi yoki aksincha vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkin. Birinchi, istisnolar. Ayrim imtiyozli toifadagi fuqarolar, urush qatnashchilari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda ishtirok etganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, shuningdek, juda ko'p bolali onalar uchun pensiya tayinlashda ba'zi imtiyozlar saqlanib qolishi mumkin. Ular uchun ish stajiga oid talablar biroz yengilroq bo'lishi yoki pensiya miqdori boshqacha tarzda hisoblanishi mumkin. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan onalar uchun pensiya yoshi qisqartirilishi mumkin. Ammo bu imtiyozlar ham so'nggi yillarda qisman qayta ko'rib chiqilmoqda. Shuning uchun bu toifadagi fuqarolar ham o'z vaziyatlarini aniqlashtirishi shart. Har bir aniq vaziyatda pensiya jamg'armasi bilan maslahatlashish zarur. Hujjatlashtirilgan o'zini o'zi band qilish. Agar siz o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va ijtimoiy badallarni muntazam to'lab kelgan bo'lsangiz, sizning bu stajingiz to'liq hisobga olinadi. Bu shuni anglatadiki, o'zini o'zi band qilganlar uchun rasmiylashtirish va badallarni o'z vaqtida to'lashning ahamiyati yanada ortadi. Agar siz hozirda norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz va 40-65 yosh oralig'ida bo'lsangiz, darhol o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish va badallarni to'lashni boshlash eng yaxshi yechim bo'lishi mumkin. Chet elda ishlaganlar uchun ba'zi kelishuvlar. Agar siz rasmiy ravishda davlatlararo kelishuvlar asosida xorijda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davlatda pensiya badallari to'lagan bo'lsangiz, ba'zi hollarda bu stajni O'zbekistonda ham hisobga oldirish imkoniyatlari mavjud. Biroq bu har bir mamlakat bilan tuzilgan shartnomalarga bog'liq va buni batafsil o'rganish talab etiladi. Bu o'zgarishlar bilan ushbu kelishuvlar ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. 2. Qaltis jihatlar. Ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatolar. Hujjatlarni tartibga solmaslik. Ko'pchilik o'z mehnat daftarchasidagi yozuvlarga e'tibor bermaydi yoki uni yillar davomida nazorat qilmaydi. Ba'zida ish beruvchilarning noto'g'ri yozuvlari yoki umuman yozuv yo'qligi kelajakda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Masalan, ba'zi korxonalarda mehnat daftarchasiga yozuv kiritilgan bo'lsa-da, ijtimoiy badallar o'tkazilmagan bo'lishi mumkin. Bu stajni endi tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Hamma narsa o'z yo'liga tushadi degan mentalitet ko'pchilikka pand berishi mumkin. Davlat organlari bilan bo'ladigan munosabatlarda rasmiyatchilikka, hujjatlarning to'g'ri va o'z vaqtida taqdim etilishiga e'tiborsizlik qilish kelajakda yo'qotishlarga olib keladi. Pensiya jamg'armasiga murojaatni kechiktirish. Ko'pchilik pensiya yoshiga yaqinlashganda yoki hatto unga yetgandan so'nggina pensiya masalalariga jiddiy yondashadi. May oyidan boshlab esa bu o'zgarishlar kuchga kirganidan so'ng ayrim muammolarni hal qilish uchun juda kech bo'lishi mumkin. Oldindan harakat qilish juda muhim. Elektron xizmatlardan foydalanmaslik. Bugungi kunda may.gov.uz portali orqali o'zingizning mehnat stajingiz haqida ma'lumot olish juda oson. Biroq ko'pchilik ushbu imkoniyatdan foydalanmaydi va o'zining haqiqiy stajini bilmaydi. 3. Noaniq nuanslar. Staj yillari va badal yillari o'rtasidagi farq. Ko'pchilik ish staji deganda faqat ishlagan yillarni tushunadi. Biroq yangi tizimda badal yillari tushunchasi muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni faqatgina rasmiy ishlash emas, balki aynan shu davrda ijtimoiy badallarning to'liq va muntazam to'langanligi muhimdir. Agar siz 20 yil rasmiy ishlagan bo'lsangiz, u faqat 15 yil uchun badallar to'langan bo'lsa, sizning pensiya stajingiz faqat 15 yil deb hisoblanadi. O'tmishdagi badallarni hisoblash koeffitsientlari. Pensiya miqdorini hisoblashda o'tmishdagi ish haqi miqdori hozirgi sharoitlarga mos ravishda koeffitsientlar yordamida indeksatsiyalanadi. Bu koeffitsientlar har yili o'zgarishi mumkin va ular ham pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Yangi qoidalar bilan ushbu koeffitsientlarning hisoblash usuli ham o'zgarishi mumkin. Bu esa pensiya miqdoriga kutilmagan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hozirgi davr ahamiyati. Agar siz 40-65 yosh oralig'ida bo'lsangiz, may oyidan keyin rasmiy ishga joylashish yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish juda muhim. Har bir keyingi oy uchun to'lanadigan badal sizning kelajakdagi pensiyangizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Hozirgi kunda siz o'z stajingizni shakllantirish uchun kurashishingiz kerak. Ushbu qaltis jihatlarni tushunish va ularga e'tibor berish sizga kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarning oldini olishga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilishi kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz.
Bu vaziyatda siz nima qilishingiz kerak? Bu qadamlar sizga vaziyatni to'g'rilashga yoki uning salbiy ta'sirini minimallashtirishga yordam beradi. 1. Zudlik bilan o'z pensiya stajingizni tekshiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Buning eng oson yo'li my.gov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron murojaat qilishdir. U yerda siz o'z shaxsiy kabinetingizda mehnat daftarchasi ma'lumotlari yoki ish stajini aniqlash xizmatini topishingiz mumkin. Bu xizmat orqali siz o'zingizning barcha rasmiy ish joylaringiz, ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar, shuningdek to'langan ijtimoiy badallar haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Agar sizda internetga kirish imkoniyati bo'lmasa yoki texnologiyadan foydalanish qiyin bo'lsa, bevosita o'zingiz yashayotgan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Nimalarga e'tibor berish kerak? Ishga kirgan va chiqqan sanalarning aniqligi. Har bir ish joyingiz uchun sanalar to'g'ri ko'rsatilganiga ishonch hosil qiling. Stajdagi uzilishlar. Qaysi davrlarda rasmiy ishlamaganligingizni aniqlang. Bu davrlar sizning pensiya stajingizga kiritilmaydi. To'langan badallar. Eng muhimi, har bir ish joyingizda siz uchun ijtimoiy badallar to'liq va muntazam to'langanligini tekshiring. Ba'zida ish beruvchilar mehnat daftarchasiga yozuv kiritadi, lekin badallarni to'lamaydi. Bu katta muammo. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar. Agar sizda eski mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlar aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Tuzatishlar yoki chala yozuvlar mavjud bo'lsa, ularni tasdiqlash kerak bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Agar pensiya jamg'armasiga borsa, mehnat daftarchangizni ham o'zingiz bilan olib borishingiz tavsiya etiladi. 2. Norasmiy bandlikni rasmiylashtiring. Agar siz hozirda norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz va yoshingiz 40 dan oshgan bo'lsa, darhol choralar ko'rishga harakat qiling. Bu sizning kelajakdagi pensiyangizni saqlab qolish uchun juda muhimdir. O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Agar siz biron xizmat ko'rsatish yoki mahsulot ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, soliq organlarida o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu juda sodda jarayon va uni Davlat soliq qo'mitasining sayti yoki mobil ilovasi orqali amalga oshirish mumkin. Ro'yxatdan o'tgach, har oy minimal ijtimoiy badallarni to'lang. Bu badallar miqdori unchalik katta emas, lekin har bir to'langan oy sizning pensiya stajingizga qo'shiladi va kelajakdagi pensiya miqdoringizga ta'sir qiladi. Ish beruvchingiz bilan rasmiy mehnat shartnomasi tuzishni talab qiling. Agar siz kimdir uchun ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan siz bilan rasmiy mehnat shartnomasi tuzishni va barcha soliq hamda ijtimoiy badallarni to'liq hajmda to'lashni talab qiling. Bu sizning huquqingiz. Agar u bunga rozi bo'lmasa, bu sizning kelajakdagi pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatlarda mehnat inspeksiyasiga murojaat qilish huquqingiz bor. Ishsizlik nafaqasi. Agar siz rasmiy ravishda ishsiz deb ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va ishsizlik nafaqasini olayotgan bo'lsangiz, bu davrlar ham ma'lum sharoitlarda stajga qo'shilishi mumkin. Ishga joylashishga harakat qilish bilan birga bu imkoniyatdan ham foydalaning. 3. Mutaxassisga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi. Agar sizning stajingizda uzilishlar, norasmiy ish tajribasi yoki boshqa tushunarsiz holatlar bo'lsa, bevosita pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, mutaxassislar bilan maslahatlashing. Ular sizga aniq vaziyatingiz bo'yicha qanday yo'l tutish kerakligini tushuntirib berishadi. Yuridik maslahat. Ba'zi murakkab holatlarda, masalan, ish beruvchingiz badallarni to'lamagan bo'lsa yoki mehnat daftarchangizdagi yozuvlar noto'g'ri bo'lsa, yuridik yordam olishingiz mumkin. Bepul yuridik maslahat olish uchun adliya organlariga yoki huquqiy axborot markazlariga murojaat qiling. Nimalarni so'rash kerak? Mening aniq stajim qancha va necha yil uchun badallar to'langan? Stajimdagi uzilishlarni qanday to'ldirishim mumkin? Norasmiy ish stajimni qanday qilib rasmiylashtirsam bo'ladi? Mening yoshimdagi va vaziyatimdagi odamlar uchun qanday imtiyozlar mavjud? May oyidan boshlab mening pensiyamga qanday o'zgarishlar ta'sir qiladi? 4. Kerakli hujjatlarni to'plang. Pasport yoki ID karta. Mehnat daftarchasi, agar mavjud bo'lsa, eski va yangi namunadagi. Oliy yoki o'rta maxsus ta'lim diplomlari, agar bo'lsa, chunki o'qish davri ham ba'zan stajga hisoblanishi mumkin edi. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, ayniqsa ko'p bolali onalar uchun. Nikoh guvohnomasi, ayrim hollarda familiya o'zgargan bo'lsa muhim. Ish joyidan ma'lumotnomalar, agar pensiya jamg'armasi talab qilsa, ish haqqi miqdori yoki boshqa ma'lumotlar haqida.
O'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tganlik haqidagi guvohnoma va to'langan badallar haqidagi kvitansiyalar. Bank hisobvarag'idan ko'chirmalar, agar rasmiy daromadni tasdiqlash uchun talab qilinsa. 5. Hozir harakat qiling. Vaqt juda tez o'tadi va may oyi yaqinlashmoqda. Har bir o'tgan kun sizning imkoniyatlaringizni cheklab boradi. Shuning uchun bu masalani keyinga qoldirmasdan, bugundan boshlab o'z kelajagingiz uchun harakat qilishni boshlang. Barcha ma'lumotlarni to'plang, kerakli joylarga murojaat qiling va vaziyatni o'rganing. Xulosa va yakuniy chorlov. Qadrli do'stlar, men bugun sizga may oyidan boshlab kuchga kiradigan pensiya va ijtimoiy nafaqalarga oid juda muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Unutmang, bu xabarlar ayniqsa 40 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan va undan kattalar uchun dolzarb. Bizning maqsadimiz sizni ogohlantirish, sizga amaliy maslahatlar berish va shu orqali sizning moliyaviy barqarorligingizni saqlab qolishingizga yordam berish. Bugundan boshlab o'z pensiya stajingizni tekshirishga, norasmiy bandligingizni rasmiylashtirishga va zarur bo'lsa mutaxassislarga murojaat qilishga kirishing. Kechikish sizga qimmatga tushishi mumkin. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning vaziyatingiz qanday? Qanday muammolarga duch keldingiz? Boshqa tomoshabinlar bilan o'z tajribangizni bo'lishing. Bu boshqalarga ham yordam berishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doim eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha